Assalomu alaykum. Dasturchilarda ko'p beriladigan savollardan biri Git flow'lar bo'yicha qanaqa ishlaysan deb intervyularda so'rashadi. Shu bilan birga biz nafaqat Git flow, balki reliz chiqarish, sprintlarni oxirida qanaqa qilib sprintga doir relizlar berish, versiyali reliz berish larni ko'rib chiqamiz. Scrum metodlari bilan qanaqa ishlanadi, dasturchini umuman saykli qanaqa bo'ladi. E, Shu meni o'zimni tajribamdan kelib chiqqan holatda men eng yaxshi deb topgan o'zimni e, nima desa bo'ladi, yo'llarimni, shularni manej qilish yo'llarimni ozgina aytib o'taman ma'lumot uchun. Xo'p, demak, birinchi Gitflow'ni ko'rsak, Gitflow o'zi e, mana bu rasmni topgandim. Bu rasm yaxshi tomoni qanaqa? A, Demak, master branchi bor. Bu master branchida asosiy klientda turadigan kod tushuniladi. Klient ishlatyapti turgan kod, ya'ni hozirgi productionda turgan kod deymiz. Xo'p, ikkinchisi hotfix. Agar productionda nimadir muammo chiqsa, ana shu srazi yangi mainga o'tgan holatda, ya'ni master, ko'proq main ishlatamiz baribir. A, Mainga o'tgan holatda yangi branch ochiladi, maindan ochiladi va hotfix deb turib, nima hotfix qilinishi yozib branch ochilib va u commit qilinib srazi yana mainga merge qilinadi. Xo'p, keyingisi release. Release nima qilinadi? Development jarayonidan o'tib kelgan kodlarni umumiy bitta sortirovka qilib, ana shuni versiyaga ajratgan holatda release bu versiya beradigan narsa. Ana shuni versiyaga ajratib, keyin mainga merge qiladi. Development nima? Development barcha chiqilgan feature, buglarni o'zida jamlab, hammasini to'plagandan keyin o'sha tester deydimi, tester test qilib shunaqa qiladigan joy. Lekin tester test qilish uchun stage degan alohida branch ochilishi kerak. Stage branchida u test qiladi. Stage birinchi production environment bilan bir xil bo'ladi. U yerda SRE, ya'ni Site Reliability Engineering bilan QA manually test qiladi, xolasa automated test, end-to-end test qiladi. Boshqa xullas testlanadi. Load testlar tekshiriladi. Misol uchun stage domeni production bilan bir xil bo'ladi. Unga minglab, millionlab zaproslar tashlab ko'radi. Ana shu feature chiqqandan keyin oldin 1000 taga javob bergan bo'lsa, endi hozir 100 taga ham javob bera olmayapti. Shuni optimize qil bu featuringni deyishadi. Misol uchun o'sha injenerlar. Xo'p, undan keyingisi featurelar. Featurelar nima qilinadi? Featurelar doim developmentdan ochiladi va ularni asosiga nimadir o'zgartirish qilib, yana developmentga push qilinadi. Va bu yerda baglar ham bor. Baglar ham development, ya'ni featurelar qatorida bir xil bo'ladi. Xo'p, buni bu yerdan ko'rsak bo'ladi. Ya'ni bizda nima, GitLab o'ziniki bor, GitHub o'ziniki bor ekan, shunaqa narsasi. Oldin tekshirmagan ekanman, hozir tekshirdim. Bu yerga nima qilinadi? Mazgi degan proyekt bor. Endi buni ichida hozir backlog qilinishi kerak bo'lgan narsalarning ichida, demak, todo'da turibdi. Nima bu? Enhancement, ya'ni new feature. Aytaylik, buni ochmoqchiman men hozir. Shu featureda qilmoqchiman. Demak, menga assign qilingan, assignment qilingan. Xo'p, okey. Endi branch yarataman. Create branch. Need to make no. Bu o'zimizda pattern bor, ya'ni fit deb yaratiladi. Fit va nom nomeri fit 1, ya'ni birinchi feature. Undan keyin mazgi deymiz, ya'ni feature nomi mazgi. Xo'p, olindi. Tayyor kodi buni kodga tashlab, nima bo'ldi? Xo'p. Bundoq qilamiz. Keyin nimadir o'zgarish qilgan ekanman katta kanalda. Set commit release no. Xo'p, bo'ldi. Ana endi nima? Men ana shu feature uchun birinchi oldim. Endi bu yerda xohlagan change'imni qilib, o'sha featurega doir qanaqadir o'zgarish qo'shaman. Aytaylik, enter qo'shaman. Git add git commit. Demak, feature uchun shu yerda patternni ko'rib olish kerak bo'ladi. Ya'ni bu yerda fit deb yoziladi. Nimaga? Chunki bu feature. Chunki bizda release package bo'ladi yaqinda. Shunaqa package bor, ya'ni npm release qilib beradigan bo'lsangiz, umumiy commitlaringizni listini oladida, oxirgi
versiyadan keyingi commitlarni oladi. Ya'ni feature bo'lsa, fit deb nomlangan bo'lsa, buni feature deyiladi. Fix deb nomlangan bo'lsa, buni bug deydi va changelogga yozib beradi. Misol uchun, birinchi versiyada polniy hamma narsa chiqqan bo'lsa, 1.1da bug deydi. Misol uchun, ikkita, misol uchun bug deydi. Loginlar bilan muammo bo'lgan. Feature deydi, Google qo'shilgan, feature Apple ID qo'shilgan. Shu narsalarni aytib, tayyor changelogga yozib qo'yadi. Kerakli vaqtda, misol uchun, bizni 7-sprintimizdagi versiyaga qaytar deydigan bo'lsa, 7-sprintda qaysi reliz berilgani topiladi, shunchaki tegi bilan qo'yib qo'yiladi va ana shunda o'zi chiqadi, relizda nima fichalar qo'yilgan. Shunaqa narsa, demak, fit mana bu. Endi bunda nomeri, menikida proyektim nomi Mazgi edi, M harfi bilan va bir. M1, ya'ni Mazgi proyektidan birinchi ID'li, birinchi feature, ya'ni Samsung Super nimadir. Hop, git push. O'zi bu Samsung Super emas, atak buni Mazgi feature deb nomlash kerak. No, mayli. Git push. Bo'ldi, bu push bo'ldi. Ana endi men buni ishlash jarayonida in progress olib qo'yaman. И bundan ko'rsam menga уже avtomatik pull request ochilsin kelgan bo'ladi. Oh yes, mana oxiri kelsa. Hop, able to mainga emas, developmentga qilaman, chunki bu feature. Bo'ldi, create pull request. Bo'ldi, bu yerda qanaqadir review bo'ladi. Reviewdan keyin nima qilaman? Merge qilaman. Hop, ketdi. Endi buni nima qilaman? Ana endi bu QA ga tayyor. Ya'ni hozirgi bizning proyektimizda development bu QA uchun, tester uchun joy bo'lib turibdi. Ana shu uchun in QA ga qo'yaman. QA kerak bo'lganda QA dan oladi, testiga o'tkazib qo'yadi. Ya'ni test bu bo'ldi deydi. Endi bizni кейsimizda faqatgina hozirgi sprint tugadi deb o'ylaylik. Faqatgina cherry pick 2, ya'ni buni ichiga kiradigan bo'lsam, men bug deb yozganman bu narsani, bug. Endi buni nima qilingan? Mana anonsi ham fix deb ochilgan. Bu o'tgan. Shunaqa, ya'ni bitta task create qilinyapti turganda something bug degan bo'lsak, blank, bu yerda label bor. Bug bo'lsa bug, feature bo'lsa feature, good first issue, misol uchun help wanted, nimadirlar, xullas, yana nima ekan, hotfix, shunaqa narsalar bo'ladi. Hozir kerak emas. Xo'p, shunaqa qilib ishlaniladi va oxirida testga olindi. Endi faqatgina shuni qiladigan bo'lsam, men nima qilaman? Yangi release degan narsa ochaman. Ya'ni bu yoqda yozilgan release 1.0 ochamanda, buni npm release qilsam, o'zi avtomatik qo'shgan featurelarim, baglarimni listini qilib, o'zi bitta versiya qilib chiqarib beradi, 1.1 degan. Agar faqatgina fix bo'lgan bo'lsa, 1.1 qiladi-da, oxiriga yana nuqta qilib turib 1 deydi. Agar yana faqatgina bug qilingan bo'lsa, 1.1.2 deydi. Agar qanaqadir feature qo'shgan bo'lsangiz, 1.2 deydi. Yana feature qo'shsangiz 1.3 deydi. Endi feature qo'shganingiz, yana fix qilgan bo'lsangiz 1.3.1 deydi. Shunaqa qilib ketaveradi relizlar soni. Oxirida, misol uchun, sprint yopilyapti turgan vaqtda reliz idsi qo'yib qo'yiladi, tagi qo'yib qo'yiladi. Qachondir o'sha relizni ichidan nimadir yoki o'sha relizga o'tish kerak bo'lganda o'sha tag olinadi. Get tag qilib turib o'sha raqamni qo'yilsa, o'sha paytda chiqqan umumiy kodlar, o'sha paytdagi proyekt run bo'ladi. Shunaqa, uni mainda taglar mainda ishlatiladi. Xo'p, shunaqa. E'tibor bersanglar, alohida reliz uchun birinchi ochdim. Bu birinchi nima qilaman? Men mainga tashlayman va keyin developmentdan pul olib qo'yaman maindan. Shu bilan ikkovida ham reliz chiqqan pick, ya'ni point turadi historylarni ichida. Xo'p, yana nima qoldi? Mana bu narsaga ham e'tibor berish kerak. Misol uchun, bunda yo'q ekan, bunda men topolmadim. Lekin GitLab'da bor. GitLab'da o'zini feature bor. Ya'ni qanaqa feature bor? Mana bu joyga commitlarga kiradigan bo'lsam, qanaqa aytaylik, men bitta feature ochdim-da, featurening ichida birinchisi UI integrated degan commit qildim, ikkinchisi backend integrated degan commit qildim-da. Endi o'sha featureni developmentga chiqar dedim. Men nima qilaman? Ikkita commit jo'natamanmi? Yo'q, bu kasha qilib yuboradi-da. Chunki mana bu
Hotfix bo'ldi. Hotfixni ichida bir 30 ta commit borda. Shu 30 ta commit mana bunaqa terilib turganda hammasini bitta-bitta pik qilib chiqmayman-ku. Bitta feature yoki bitta bug bo'lgan narsani bir marta pik qilaman. Ya'ni cherry pik qilsam, ana shu общий o'zgarishlar kelishi kerakda. UI bo'ladimi, boshqa narsasi bo'ladimi, umuman shunga aloqador kod kelishi kerak. Shuning uchun GitLab'da nima bor? Merge request tashlab turganda, ya'ni squash commit degani bor. Ya'ni 10 ta commit bo'lsa ham, shuni fetch qilib yoki bug qilib chiqarib turganda faqatgina bitta commit qilib beradi va siz yozgan nom bilan o'sha narsani qilib beradi. Va shunda mana bu joyga kiradigan bo'lsak, toza turadi. Ya'ni hotfix something went wrong. Nimadir buzilgan, bu tuzaldi. Endi bu yerda description bo'ladi haqiqiy. Reward misol uchun about page nima bo'lgan. Demak, feature, profil page ham profil pageda nima bor? Integratsiyalar bor, ularni listi bor, userni nimadirlari, login, logoutlari bor, bu narsalari bor. Shu narsalar bor, lekin nima qilingan? Squash qilingan. Shu narsa hammasi bittaga keltirilgan. Undan keyin push qilingan. Profil page, about page, home page. Zo'r tomoni men nima? About page kerak bo'lmasa, olgan videoyimizda, bundan oldingi olgan videoyimizda revert qilib olinadi yoki cherry pick qilib yuboriladi. Shu bilan ish muammo hal. Xo'p, demak, umuman shunaqa ishlaydi narsalar. Tak, savollar bo'lsa bemalol, agar video manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like, nima deymiz, bosib qo'ysanglar ishimiz rivojiga, agar subscribe bo'lib qo'ysanglar yana ham zo'r. Savollar bo'lsa kommentariyada berishinglar mumkin. Navoqda best practice yana nimadirlar bo'lsa aytsanglar. Misol uchun ularni ham ko'rib chiqqan bo'lardik. Shaxsan men uchun yangi narsalar juda ham qiziq. Yana Telegram kanalimiz ham bor. Telegram kanalda ko'proq shu haqida postlar, bloglar, unda bir dunyo narsalar yozaman. Bunda YouTube'da video qilib qo'yaman. U yerda ko'proq yozish bilan shug'ullanaman. Ataylik kimgadir yozganni o'qish, kunlik qanaqadir eksperimentlarni, yozishlarni o'qish balki qiziq bo'lishi mumkin. Mayli, salomat bo'linglar, charchamanglar, bug chiqmasin deymiz.